Dayus deyiladi bunaqa odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib, odamlarning dunyoqarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Hiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh, Hadija onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu yerda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa, Hadija onamiz ko'rmaydi. Hadija onamiz shunday boshini ro'molda olib tashar ekan. Boshini yalang'och qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldi deganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turaveradi, shayton bo'lganda. Boshidagi ro'molni olib qo'yganda farishta chiqib ketgan ekan Rasulullohning xonadonida. Birodarlar, jiddiy fikr qiladi shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sha kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qattiq nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparaturalarda mana shu shnankada